Olma. Ha, bugün sizlarga 2025 yılı 11. ayının 2. günü mening asosliq demoqchi bo'lganim ma O'zbekistonda diniy xurofiylik, savodsizlik, qarqo'saqlik intayin ig'ir darajada. Ha, mushu masalani nayt yaxshi o'ylanib baqayli demoqchi. Mana Endi qarang, hozir tosh yuz ma odamninki yurak kesilib ekan, dovlini ham yo'q. qon besim bor ekan, Oyog'ingiz ham tuzaldi. Ha, turib o'tni toshib ekan, og'risa aytasiz. o'tni toshib ekan. Bo'ldi, yuringchi, hozir hammasi yo'q bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma o'tni toshib ekan. Endi ma odam men sening beshingni tutib qo'ysam, o'tdiki tosh yo'qolib ketadi, rak kasal, hamma kasal yo'qolib ketadi deyotdi. Mush odamlarning nimishki kallasi ishlamaydi, bosh nimish ishlamaydi bularninki. Va aql nakatda nima degan savodsizlik, nima degan qarqo'saqlik. Endi bir daqiqa keyin hozir bir boshi. Ha. Endi nima bo'ldi? Bor deysiz. Endi bir daqiqa keyin hozir bir boshingizda cho'qib yo'q bo'lsa yo'q qoldi deysiz. Bo'lsa bor deysiz. Mana mavu jungo ishlab chiqargan, ammo qiladigan, masaj qiladigan narsa, bishig'i bundaq ammo qilib qo'ydi, butun kesin saqib ketdi deydi. Men saqayding deydi mana. Mana shuni ko'ring. Endi nima bo'ldi? Yo'q bo'ldi. Yana bir oyoq qo'yishim. O'tindagi toshim yo'qolib ketdi, hamma kesin yo'qolib ketdi deydi mana tutib qo'yamiz. Endichi? Endi yo'q-a? Endichi siz ota? Ko'zsari qiradash qolyapti. Oyoqda og'riq bor. Bo'ldi. Ha. Mana mavu jungo ishlab chiqargan shu qo'lidagi narsa mavu. Masaj. Hamma qiladigan narsa mana. Bu narsa jungo ishlab chiqargan. 12 dollar mana Avstraliyada 12 dollar. 12 dollar. Bu görünüş Avustralya. Bugün sizlerle 2024 yılı 10. ayının 5. 6. günü. Onu mavi. Emma kullanan mesela 12 dolar yakın. 12 dolar ki amına. Bu şunu Made in China. Jungo ishlab chiqargan. Mana mushu jungo ishlab chiqqan ammo qildigan narsa, mushning bilan odamning beshig'i bir surkidi, o'tindagi tosh yo'qolib ketdi, qon besimi kasal, hammasi yo'qolib ketdi deyotdi. Mana O'zbekistondagi odam. Endi bu odam Mava yaba gap qilmaydigan odam. Yabani men saqaytib o'tmaydi deyapti yabani. Yabaning og'ziga supkosh deb puylaydi. Bu odamda butunlay yuqumli kasalliklarning faqatli xabari yo'q-ku. Koronavirusni qanday yuqadiganligi, yuqumli kasalliklar doktorlikdan ham milliy tibobat desakmi, milliy tibobatning dorilarini, o'simlik dorilarini bilmaydi mana. Qo'li bilan tutib supkashlab. Agarda bu odamning qilayotgan ishi Qur'onni o'qib supkash qilib kasalni saqaydigan ish bo'lgan bo'lsa, doktorxonaga birinchi bu odamni doktorxonaga xizmatga oladi buni. Cho'ng doktorxonalarga xizmat kirib, bu yerda nurg'un kasalni saqaydi. Bu odamning qilayotgan ishi butunlay savodsizlik, qarqo'saqlik, intayin savodsizlik. Bu odamlarda diniy xurofiylik intayin ig'ir ekan, bu odamlarning kallasi ishlamayotdi mushu ishga kelganda. Mana shunday qilib og'ziga puylaydi hozir. Allohu akbar deyapti. Ana shu puylayotdi og'ziga.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gapiring. Mishayda og'zig'i, Ismingiz? og'zini ichinglaydi, og'zini ichib, og'zi puylaydi. Açtım. İsmingiz? Gapiring. Açtım. Bunda qo'yib kasalni Qur'onni o'qib supkashlab saqaydigan shu ham odam Qur'on o'qimamdi. Bu odamlarning kallasi haqiqat nimdab kalla ishlamaydi. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lish oson emas. Mustaqil davlat bo'lgandan keyin bu diniy xurofiylikni çok qat'iy cheklash kerak. Bo'lmasa O'zbekistonni yo'qotib qo'ydi bular. Mana Qatdan keldingiz? Mahmudning dumisiga shaplaq bilan ishkini qo'yiblam saqayt palash odamni saqaytib qo'ydim deydi. Mana shaplaq bilan uryapti dumisiga. Endi o'rnidan turing deydi. O palash o'rnidan qo'yib mang'amaydigan odamni qo'li bilan shaplaq bilan uriblar mana mang'di deydi. Ketdi mana. Bunda qilgan shusi doktorxonalarga xizmatga olmamdi bu odamni. Meyada mademning ko'zini ko'z ko'maydigan madem o'rnini qo'polmaydi palash odam dumisini silab qo'ydi. Men ketdi. Endi buni ko'z Yalla hasada yürüme. Yürüyün. Endi-chi? Qani 3 kunda to'g'rilaydi. Kimiki? hozir ko'zni ugulaydi buniki. Mirzo boboy bizdan. Zo'rsiz-a? Yaxshi. Alloh shifo bergan shundasi. Ma ko'zda oq tushgan katarak deymiz. Katarakni bir operatsiya qilib saqaytdi. Bu odam bugilab qo'ydi. Ko'zini saqaytib qo'ydi, ko'zoynakni taqmaydi. Agar bunday ish bo'ladigan bo'lsa, bu odamni birinchi davlatningki doktorxonasiga birinchi xizmatga olib ketmamdi buni. Bu odamlarning hammasini kallasi ishlamayotsa, bularning dinga kelgan vaqtida. Dinga kelganda ishlamaydi, kallasi ishlamaydi. Aql, nakatda aql. Ochildimi ko'zingiz? Bu katarakni bunday o'g'ilab qo'yib, supkash qilib saqaytirgan shu suvi. Bo'larkan. Ochki tog'maydi. Savaşsızlık intayin ağır derecede. Dini hurafiylik ağır derecede. Bu hurafiliklarni O'zbekistonda. Siqilib qolgansiz-da. Ko'zim ochilib ketdi deyapti. Bo'l, Alloh shifo bergan shim bo'lsin. Mening demoqchim bu diniy hurafiylikni cho'qim yo'qotish kerak. Diniy hurafiylikni cho'qim o'zgartirish kerak. Oldu.